tabriklar. Yaxshi, bu turnirda O'zbekiston yana yorqin o'yin ko'rsatdi. Endi Eron bilan taktik futbol, Eron bilan boshqacha. O'zi reportaj davomida aytdim-ku, Misr bizga qulayroq, chunki Misr hujumkor o'ynaydi. Bizga shunaqa qarama-qarshi hujumkor futbolga qarshi o'ynash qulayroq. Abduqodir ham chiqib keldi. Shu turnirda xulosa qilib endi Jahon chempionatida iloji boricha bunday futbollar ishlatmasligimiz kerak. Islom Usmonov masajchi, Alisher Aripov shifokor. Futbolchilarni o'yin davomida qayta tanishtiramiz. Shtab a'zolari esa mana shunday lahzalarda kadrda ko'rinish berishadi. Shuning uchun ularga ham to'xtatamiz. Va mana bu insonlar ham katta hissa qo'shishdi. Muxlislar qo'llab-quvvatlab, energiya berib turishdi. Ularni his etib turdi futbolchilar. Muhim. Bu ham masala. Hojiakbar Alijonov ham chiqib keldi. Ham tezroq sog'ayib ketishini tilab qolamiz. Superligamizda yakuniy turlar, chempionlik uchun hal qiluvchi bahslar oldinda bu yog'iga fokusni klublar futboliga qaratiladi va milliy jamoamizni endi sog'inib qolamiz. Asosiy tadbir endi qur'a tashlash marosimi Amerika Qo'shma Shtatlarida bo'ladi. Bu yerga albatta delegatsiyamiz yo'l oladi. Jahon chempionati ishtirokchi mamlakatlari qatorida juda yoqimli bu. Va ZOTV telekanali ushbu turnirdan translyatsiyalarni amalga oshirdi. Hamkasblarimizga minnatdorchilik bildiramiz va mana bunday chiroyli kadrda siz bilan xayrlashamiz. Davron Fayziyev shu uchrashuvni sharhlab. E'tiboringiz uchun rahmat. G'alaba muborak. G'alabalarimiz bardavom bo'lsin. Jahon chempionatida omad. Xo'sh